Davlat 2030-yilgacha o'z tasarrufidagi banklarni qisqartiradi. O'zbekiston 2030 strategiyasi loyihasiga ko'ra, davlat ishtirokidagi banklar sonini bosqichma-bosqich qisqartirish belgilangan. Xususan, 2026-yilda davlat ishtirokidagi banklar soni 8 tani tashkil etadi. 2027-yilda bu ko'rsatkich 7 taga, 2028-yilda 6 taga tushiriladi. 2029-yilda 5 ta bank qoldirilishi, 2030-yilga kelib esa davlat ixtiyorida atigi 4 ta bank saqlab qolinishi rejalashtirilgan. Bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmi ham izchil oshiriladi. 2026-yilda kreditlar hajmi 440 trillion so'mni tashkil etadi. 2027-yilda bu ko'rsatkich 500 trillion so'mga, 2028-yilda 565 trillion so'mga yetadi. 2029-yilda kreditlash hajmi 635 trillion so'mni tashkil etishi, 2030-yilda esa 720 trillion so'mga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, davlat banklarining umumiy bank tizimi aktivlaridagi ulushi qisqartiriladi. 2026-2027 yillarda ushbu ulush 65% darajasida saqlanadi. 2028-yilda u 58% ga tushiriladi. 2029-yilda ham 58% darajasida qoladi. 2030-yilga kelib esa davlat banklarining ulushi 55% gacha kamaytiriladi. Biznes va moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.